Assalomu alaykum Texnopus mijozlari. Yangi yil arafasida bizdan juda ko'pchilik skidka so'rayotdi. Sizlar uchun hech qanday yo'q narxlar tayyorlab qo'yganmiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Birinchi bo'lib televizorlarimizdan boshlab ketamiz. Xo'p, sizlar uchun 32 razmerda smart televizor olaman deganlar uchun oldinlari YouTube'da ishlaydigan hamma yo'g'i chotki original bo'lgan televizorimiz 1 million 190 ming so'm sotilgan. Sizlar uchun super skidka narxida 990 ming so'mdan olsanglar bo'laveradi bemalol. Endi buni Android versiyasini olaman deganlar uchun Xitoy Samsung, hali nomini yopishtiriladigan original emas. Xo'p, bunimizni 1 million 200 ming, 1 million 300 minggacha sotilgan. Sizlar uchun spesialniy narx bo'ladi. Buni narxi 1 million 90 ming so'mdan bemalol xarid qilsanglar bo'laveradi. Endi menga Android televizorda full modeli kerak, original bo'lsin, lekin zavodskoy 3 yil garantiyalari bilan deganlar uchun sizlar uchun отдельный tanlab qo'yganmiz. O'zimiz ham qo'yganmiz, ko'rsanglar bo'laveradi. Mana bu yerda turibdi. Brendo 32 televizorimiz 1 million 350 ming so'm o'zimiz YouTube kanaliga qo'yganmiz. Oldin ko'rganlar bo'lsa biladi. Bunimizni sizlar uchun endi hozirgi narxi 1 million 190 ming so'mdan bemalol olsanglar bo'laveradi. Kattaroq razmer so'raganlar uchun kattaroq razmerlarimizdan skidga tushiramiz. 43 televizorimizni ko'rsatamiz sizlarga. Xo'p. Mana bunisi 43 razmer televizorimiz bo'ladi. Xitoyda 43 razmer Samsung televizori, original emas. Buni ham aytib ketishimiz kerak. Sizlar uchun narxi 2 milliondan baland sotiladi. Hozirlik bu joyda sizlar uchun narxini 1 million 790 ming so'mdan bemalol olsanglar bo'laveradi. 43 originalini so'raganlar uchun 43 televizorimiz originali Brendodan full model smart Android xotira kalasi hamma yo'g'i bor. Qo'shimcha 90 ta 100 ta Rossiya kanallari tortib ko'rsanglar ham bo'laveradi. 2 million 90 ming so'm bemalol xarid qilsanglar bo'laveradi. Xo'p, keyingi narsalarimiz bu yoqqa o'tamiz. Plisoslarimizni xohlagan turdan, xohlagan assortimentlardan bo'ladi. Xo'p. Bunimizni sizlarga narxini aytsam. Plisosimiz bunaqa idishli plisoslarimizni narxini sizlar uchun hozir 1 milliongacha sotiladi. Bemalol 890 ming so'mdan xarid qilsanglar bo'laveradi. Bularni ham narxini yopishtirib ketamiz bir yo'li. Adashib qolmaysizlar. 890 ming so'mdan, qoplilarini 790 ming so'mdan qilib beramiz. Avtomatik mashinalarimizni o'tamiz. Ko'pchilik ro'zg'orga hozir avtomatik mashina olmoqchi bo'ladi. Xo'p, endi sizlar uchun hali kichkina razmerlarda skidga tushirmaymiz. Bir yo'li sizlar uchun katta razmerlar, ro'zg'orbop modellardan bo'ladi. Xo'p, birinchi bo'lib 2 million 800 ming so'mgacha sotilgan. O'zimizda u 3 million 3,5 milliondan sotiladi. O'zimizda do'konda 2 million 800 ming so'mgacha sotilgan Zifler 8 kiloli 14 ta funksiyali modelimiz. Hozirgi kunda narxi 2 million 590 ming so'mdan bemalol xarid qilsanglar bo'laveradi. Yana ham ko'proq funksiyalari bo'lsa, 2 qavat oynali balobatlar deganlar uchun bu yerda yana plisoslarimiz bor. Avtomat kir mashinamiz 16 funksiyali Rules modelidan bo'ladi. 2 qavat oynali qo'shimcha chayqashlari ham bor. Bu bilan buni farqi endi hop barabanda bo'ladi. Ich katta kichikligida bemalol ko'rsanglar bo'laveradi. 3 tadan funksiyasi bu bilan yuvadi. 3 yil garantiya servis tomonidan 10 yil motorga ofitsialniy garantiya bosib beriladi. Bunimizning narxi hozir hop 3 million 200 ming so'm sotyapti. Sizlar uchun narxini tushirdik. 2 million 790 ming so'm. Bemalol xarid qilsanglar bo'laveradi. Hop, Immer eng hadavoy bo'layotgan, hozir ko'pchilik so'rayotgan, talab bo'layotgan narsa Immer 8 kiloli modelimiz. Bunda xuddi shunaqa 16 ta общий programma bo'ladi, qo'shimcha chayqashlari и оборот 1200 оборотda 2 qavat oyna. Bunimiz ham ichi ancha katta bo'ladi. Invertor motor, pastoklarga bemalol ishlab beraveradi. Hop, bunimiz narxini 3 million 300 ming so'm, 3,5 milliondan sotilyapti. Sizlar uchun imенно spesialniy narx bo'ladi. 2 million 890 ming so'mdan bemalol olsanglar bo'laveradi. Hop, bu yerda yana qo'shimcha avtomatlarimiz bor. Hozir bitta narxlar bilan sizlarni tanishtirib o'tib ketamiz. Hop, 7H brendimiz. Bu ham hozir narsalar zo'r chiqyapti. Qo'shimcha chayqashlari 16 funksiya, 2 qavat oyna, BLDC invertor motor, 10 yil motorga garantiya, 3 yil o'ziga servisdan ofitsialniy garantiya bo'ladi. Ichlari ham almazli diamond baraban bo'ladi. Ko'rsanglar bo'laveradi. Hop, bunda ham qo'shimcha 1 martadan 3 martagacha chayqashi bor. Start pauza bo'ladi. Yuvgan paytda yana kirdi olsanglar bo'laveradi. Imенно sizlar uchun narxi 3,5 million so'm edi. O'zimiz do'konda 3 million 390 mingga skidga qo'yganmiz. Hozir yangi narxasi sizlarga yana narxini tushirib beramiz. 3 million 90 ming so'm bemalol xarid qilsanglar bo'laveradi. Hop, bu yerda yana 9 kiloli so'raganlarga Hisense firmasidan bor. Hisense ham ko'pchilik biladi. Oldindan chiqadigan eski zavodlardan bittasi. Narsalar sifatli ancha. Hop, bundan 16 ta funksiya, ponni Euro standartda yig'iladi. A3+ klassi tokilari ekonom qilib beradi. Kilosi 9 kilo, gabaritlari ham katta. Ko'rsanglar bo'laveradi. Narxi 3 million 690 ming so'm sizlar uchun shu yerdan olib ketish bilan. Dastlabkilarni ham kelishilgan holatda bo'ladi dastlabkilarimiz. Xo'p, bu yerda ham 16 ta funksiya, joystickdan boshqarsanglar bo'laveradi. Bunimizga ham 10 yil motorga 3 yil o'ziga ofitsialniy servis tomonidan garantiya beriladi.
Hop, Hoffman'larimiz bor bu yerda, Laretto'niki bor, Hisense yangi modellari kelgan. Buni ham narxini sizlar uchun tushib beramiz. Bunimiz Omni sensor ishlaydigan. Bunda qolganlar ko'ryapsizlar, full modellarda ham 16 ta 14 ta programma bo'ladi, o'xshi. Lekin bularda 21 tagacha funksiya bo'ladi. Hop, оборотimiz 1400 оборотgacha ko'tariladi o'zida. Bu yerdan sensor orqali programmalarni qanaqa necha marta sikyapti, necha gradus u yerda hamma yo'lni ko'rib tursanglar bo'laveradi. Bunimiz zo'r tomoni mana avtomatik rejimlari bor. Taroziga qo'yib, o'zi kirizni necha kiloliga qarab rasxot ham qilib bera oladi. Dazmollari ham bo'ladi. Bu bilan ishlash hamma kir mashinalarimizda bor hozirgi kunda. Endi buni zo'r tomoni tokingizni anchagacha qolganlari ham teja beradi, lekin qolganlardan ham ko'ra ko'proq ekonom qilib beradi. Yiliga 98 kilovat tok yoqadi. Bunda ham xuddi shunaqa 2 qavat oyna, bunimiz ichlari sal kattaroq bo'ladi. Og'zi ham kattaroq qilingan, aylanasiga Wi-Fi upravleniya bor. Shu yerni skaner qilib, Connect Live programmasini tortib, o'zida ishlatsanglar bo'laveradi telefon orqali, o'zini-o'zi diagnostika ham qilib beradi. Bunimizga garantiya 20 yil motorga beriladi, 3 yil servis tomonidan garantiya beriladi. Bunimizning narxini 4.390 ming so'm sotyapti. Hozirgi kunda sizlar uchun spesialniy narx 4.90 ming so'mga olsanglar bo'laveradi. Agar sizlarga mana qaysidir texnika kerak bo'lsa, hozir ko'ryapsizlar, bitta-bitta ko'rsatib o'tib ketyapmiz. Ash texnika videoni ash joyini shunday screenshot qilib, menga shundan kerak edi desanglar, shundan chiqarib beramiz. Xudo xolisa, narsalarimiz ko'p, lekin bunaqa arzon narxlar tez tugab qolishi mumkin. Shuning uchun iloji boricha tezroq olishga harakat qilinglar. Past nomerlarimizni ham yozib qo'yamiz. Bir uchchaki Telegram ham, WhatsApp ham hamma yo'g'i bo'ladi. Spesial narxlar o'tkazib olmaslik uchun обязательно podpisatsiya bo'lgan bo'lishingiz kerak. Bu yerda Laretto'larimiz bor, 6 kiloli, DD motorlik, dazmol tarozi hamma yo'g'i bor edi. Samsunglarimiz bor. Samsungimizdan hozirgi kunda 5.300 ming so'mga 8 kilosi 6.100 ming so'm chiqyapti. Xo'p, bunimiz Laretto firmasidan bo'ladi. 7 kiloli modellarimiz. Bu yerda Premierlarimiz bor. Xullas, hamma kir mashinamiz bor. Endi sizlarga gaz panellarimizni ko'rsatamiz. Xo'p, ko'pchilik gaz panellarni so'rayotdi. Gaz panellaringlar ham bormi deb. Gaz panellarimiz ham bor, bemalol ko'rsanglar bo'laveradi. Xo'p, sizlarga har xilidan kelib qo'yganmiz. Hozir sizlarga bitta-bitta ochib ko'rsatamiz bo'ladi. Xo'p, Zifler firmasidan gaz panelimiz 3 ga 1 bo'ladi. 3 ta gaz, bitta tok bilan ishlaydi. O'zida spichkalari ham bor. Shunday bossangiz avtomatik yonaveradi. Turbo garelka bo'ladi. Past gazingizni baland qilib chiqarib beradi. Ustilari cho'yan 100 kilogacha bo'lgan yukingizni bemalol ko'tarib beradi. Hozirgi kunda buni narxini bozorlarda 1 million 200 ming so'm sotilyapti. Sizlar uchun narxi 900 ming so'm bo'ladi. Bunimiz narxini 900 ming so'm qilib beramiz. Xo'p, bu yerda sementechli gaz paneli bor. Sementechimizni bunisida ham 4 ta gaz bo'ladi, lekin toki bo'lmaydi bunisida. 4 ta gaz, usti cho'yan bo'ladi. Bemalol 100 kilogacha bo'lgan yuklar ko'taraveradi. Spichka bilan yoqsanglar bo'laveradi gazni bemalol. Xo'p, bu yerda endi sementechda ya'ni premium modellari qimmatroq oynali model bo'ladi. Usti oyna, toki ham oynali piltadan bo'ladi. Bu yerda cho'yanli 100 kilogacha bo'lgan yukni bemalol ko'tarib, buni yaxshi tomoni gaz kontrol bo'ladi o'zida. Suvlar qaynab toshib o'chadigan bo'lsa, mabodoga o'zi avtomatik gazni bloklaydi. Keyin gazni yana yoqib ishlasanglar bo'ladi. Безопасный yo'llas. Bundan spichka bo'ladi обязательно. Endi oynalik emas, xuddi shuni temirligi deganlar uchun mana temirligidan bor. 3 ga 1 bunda ham spichka, gaz kontrol hamma yo'g'i bor. Xo'p, bunimizning narxini 1.290 ming so'm qilib beramiz. Xo'p, bu oynaligining narxini 1.350 ming so'm qilib beramiz. Xo'p, bu yerda yana har xil firmalarniki bor. Sementechning yana boshqacha modellari. Xo'p, bu yerda yana immerlarimiz bor. Agar yana boshqa firma qiziqtirsa, sizlar bemalol yozsanglar, Telegram yo WhatsAppdan yozsanglar, rasmlari bilan tashlab bersak bo'laveradi. Bu yerda ham ko'ramiz. Rulslarimiz bor bu yerda. Rusda yonbosh o'rnaydiganlari bor, to'g'ri o'rnaydiganlari bor. Ularimiz narxi ham shunaqa 1.100 ming so'mdan. Xo'p, endi vitishkalarimizga o'tamiz. Vitishkamizni ana mana Ziflerlarniki bor, 2 ta motorligi. 2 ta motorligini hozir 800 ming so'm yo 900 ming so'm sotilyapti. Sizlar uchun imining narxi 790 ming so'mga qilib beramiz. Xo'p, Ziflerda endi 750 kubaligi, bular 450 kuba tortsa, bular endi 750 kuba tortadigan bitta motor, temir motorligi bu. Ichi temir bo'ladigan, plastmassa motorligi emas. Ichi temir bo'ladigan motorligi. Bunimizning narxi 990 ming so'm chiqadi. Sementechda bunisidan bor. Bunisi 1.90 ming so'mga chiqadi. Bu ham 750 kuba tortadi, sensor boshqaruv bo'ladi, qo'l shunday klassda yonadi, shunday klassda o'chadi. Ishlatishga ham udobniyroq. Xo'p, keyin anaqa duxovka so'raydi ko'pchilik, anaqa bir yo'l kuxonli mebelga o'rnatib ketaman deganlar uchun Sementechdan arzonroq modellarimizdan 2 qavat oynali. Xo'p, bu yerdan gradus ko'rsanglar bo'laveradi, bu yerdan funksiya tanlanaveradi, chiragi, konversiya hamma yo'g'i bor. Bitta listi chiqadi shunaqa.
Buni endi 3 qavat oynali, 3 qavat oynali ikkita listiklari ham bo'ladi. Bunimizning narxi 2 million 200 ming so'mga chiqadi sizlar uchun. Endi haladenni ko'pchilik so'rovdi. Haladenni sizlar uchun kichkinasini arzonlashtirmaylikda, bir yo'li zo'ri bo'lsin, kattaroqlaridan olsin, kattaroqlarini qilib beraylik dedik. Kattaroqlarini arzonroq narxlarda chiqarib beramiz. Xo'p, Avangard brendidan inverter motorli воздушный texnologiya bilan jihozlangan, umuman muz, qiroq, qor yig'maydigan haladenligimiz. Ichlaridan ko'rsanglar bo'laveradi. Pasmarazini tepasi haladenli. Bu haladenligimizning narxini 5,5 million sotganmiz. Hozirgi narxi 4 million 990 ming so'm. Tashib berib 5 millionga chiqadi. Primerlarimiz bor. Primerlarimizning narxi 5 million 600, 5 million 700 sotiladi. Oq rangini sizlar uchun 5 million 190 ming so'mga qilib beramiz. Xo'p, Brendo brendidan bor. Bularimiz bo'yiga 185, eniga 60 bo'ladi bu haladenliklarimiz ko'rib turganinglar. Eng ideal razmerdagi, ideal rozg'or variantlari ichsaridan ham bir qator ko'rsatib ketaveramiz. Hop, 3 ta polka morosilkasi bo'ladi. Tepada 3 qavat oynali bo'ladi. 3 ta polka qilib ishlatsangiz bo'laveradi. Bunimizning narxi 4 million 490 ming so'm bu ham. Sizlar uchun 5,5 million sotilyapti. Hop, rozg'or yaxshiroq modellardan ko'rsatib keladicha pul qo'shib olaman, 1-200 ming qochmayman deydiganlar uchun Hisense'dan 185 ga 60 li haladenligimiz bor. Eski brendlardan sifati ancha yaxshi. Ko'rsanglar bo'laveradi bunimizning ichini ham. Bunda 2 ta nolovoy polka, o'sha 1, 2, 3 ta polka bo'ladi. Rozg'or model. O'ziga 3 yil, motoriga 10 yil garantiya beriladi. Inverter motorli bo'ladi bularimiz. Tok rasxoti ham ekan, shuning ovozlari ham past, 5 shumli bo'ladi. Xo'p, bunimizning narxini 5 million 700 ming so'm sotyapti. Sizlar uchun 5 million 190 ming so'mga chiqarib beramiz hozir. Kattaroq so'raganlarga mana endi 80liklari, bu 85 ga endi 80 santimetrliklarimiz. Ichlaridan ko'rsanglar bo'ladi. Kattaroq rozg'or bo'lsa bemalol olib ishlasangiz bo'laveradi. Xo'p, sizlar uchun atalgan zo'ri bor. Bir yo'li zo'ri bo'lsin deganlar uchun imенно 7Tech brendidan anchadan beri sotilyapti narsalar haqiqatda sifatli, zo'r chiqyapti. Gold seriyasi, Silver seriyasi emas, arzon model emas, ya'ni Gold seriya. Sifati ancha yaxshi chiqadigan modelimiz. 4 ta eshikligi, usti oynali, kalyonli. Ichini ham ko'ringlar, bitta maza qilib yuboradigan. Rozg'or kattaroq bo'lsa, olsangiz bo'laveradi, bemalol. Xo'p, bunimiz 8 milliongacha sotilgan. O'zi so'rab surishtirsangiz ham ancha qimmat narx aytsa kerak. Xo'p, 8 milliongacha sotilgan narsani sizlar uchun endi 6 million 590 ming so'mga qilib beramiz. Bemalol pastki nomerlarga aloqaga chiqsanglar bo'laveradi. Yana qanaqadir texnikalar qiziqtirsa, hamma texnikamiz bor. Video cho'zilib ketmasligi uchun ozroq texnikalarimizni ko'rsatishga harakat qildik. To'liq videolari bilan, rasmlari bilan tashlab beramiz. Lekin обязательно biz kanalga podpisatsiya bo'lgan bo'lishingiz shart. Bunaqa narxlarni olishingiz uchun. Xo'p, nima ham deymiz? Biz kanalga podpisatsiya bo'lsa, kuzatishda davom eting. Bundan ham zo'r narxlar hali oldinda bo'ladi. Original texnikalarni faqat sizlar uchun tavsiya qilamiz. Xo'p, aloqaga chiqmoqchi bo'lsangiz, shu pastda nomerlarimizga bemalol Telegramdan, WhatsAppdan yozsangiz ham bo'laveradi. Manzilimiz so'raganlar uchun manzilimiz Andijon Jahon bozorida, Katta Robotdan kirganingizda o'ng qo'lda va chap qo'ldagi birinchi do'konlar. Kutamiz, bemalol kelib ko'rsangiz ham bo'laveradi. Hozir telefon qilib aytsangiz, xudo xolisa kelishilgan holatda dastlabkilarni ham qilib beramiz.